Ta'kidlash joiz, mamlakatimizda xususiy sektor hamda tadbirkorlik loyihalarining hayotga tatbiq etilib, ishlab chiqarish salohiyatining ortib borishida tijorat banklarining moliyaviy ko'magi alohida o'rin tutadi. Davlatimiz rahbari raisligida 16 dekabr kuni tijorat banklari rahbarlari ishtirokida mahallalarda aholi bandligini ta'minlash va daromadli qilishga qaratilgan ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Shuningdek, davlatimiz rahbari 2025-yil bandlikni ta'minlash va kambag'allikni kamaytirishda eng muhim va hal qiluvchi yil bo'ladi deb ta'kidladi hamda bu boradagi yangi imkoniyatlar va ko'zda tutilgan vazifalar ko'rib chiqildi. Muloqotlarda mahalla bankirlari faoliyatini yo'lga qo'yish taklifi bildirildi. Asosiy maqsad kambag'al va ishsiz aholini ish bilan ta'minlash va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan. Birinchi masala bo'ldi. Bunda 300 million so'mgacha kichik biznesni qo'llab-quvvatlashgacha kredit ajratish. Ikkinchi masala faktoring tizimi bo'ldi. Ya'ni aylanma mablag'lar uchun mablag' shakllantirmayotgan tadbirkorlar uchun mablag'larni shakllantirib berish. Hozirgi yilda 5 trillion so'm ajratilgan bo'lsa, kelgusida 10 trillion so'mni ajratish ko'zda tutilgan. Bu aylanma fondlarning shakllanishi kichik biznesni ko'proq mahsulot ishlab chiqarib va uni realizatsiya qilib, ya'ni ishchilar soni ko'payadi va ko'proq aholi ish bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, mahallalarda startaplarni joriy qilish, u bir necha bor o'ziga daromad olib kelishdan tashqari, ishsiz insonlarni ish bilan ta'minlaydi. Ya'ni pulning aylanishi qancha tez bo'ladigan bo'lsa, bizda shuncha ishsizlik darajasi past bo'ladi. Endilikda og'ir tumanlarda ishsizlikni kamaytirish masalasiga alohida yondashiladi. Ularga boshqa hududlardan tajribali tadbirkorlar jalb qilinib, loyihalar uchun yengil kreditlar hamda infratuzilmasiga qo'shimcha mablag' ajratiladi. Bu 1.300.000 aholini daromadli qilish imkonini beradi. Yig'ilishda hokimlar va bank rahbarlari 2025-yilda 5 milliondan ziyod aholini daromadli qilish, 1,5 million odamni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha hisob-kitoblarni aytdi. Muloqotlarda hududlardagi ijobiy tajribalar, mutasaddilarning hisobotlari eshitildi.